voy sen uxlamaysanmi? Yo'q, ketdik. Qayerga? Qo'shni mahallada janoza bor. Kirib chiqamiz, yaxshi bo'ldi. Ketaymi? Ha, ofisga o'tamizmi? Ha. Vaqt bo'ldi, ketishimiz kerak. Hozir emas lekin. O'zi umuman vaqt yo'q. Ko'rib tursan hammasini. Aka, assalomu alaykum. Jiyan, va alaykum assalom. Yaxshimisan? Mana bu sizga yarashsa kerak. Voy. Bu mengami? Jiyan, senda otangni ko'raman. Otang ham meni yo'qlab kelardi. Yaxshimisan, Komil deb. Sog' bo'ling. Ketdik. Voy bolajonim, ishing ko'p bo'lsa ham har kuni kelasan, vaqt topib. Bolajonim, ertaga kelasan-ku baribir. Nabiralarimni olib kelgin, sog'inganman, xo'pmi? Xo'p, sog' bo'ling. Mayli Ertaga bolajonim. albatta olib kelaman. Mayli, Allohga omonat topshirdim. Ehtiyot bo'ling. Yo'llaring bexatar bo'lsin. Ovora bo'lib chiqmang, oyijon, sog' bo'ling. Xo'p. Ehtiyot bo'l, yaxshi borib kel, bola. Ketdingmi? Onasi oldim. Ha, shirinlik ham oldim. Yaxshi. Rahmat. Xo'p. Mayli. To'xta. Abbos. Oxirgi paytlarda nimaga bolalarga qo'shilmayapsan? Ha, shu ozgina ishim ko'payib qoluvdi. Shunga to'g'ri tushunasizlar. Menga qara. Ertaga kechki soat 6 da bolalar bilan o'tirish bor. Borgin, xo'pmi? 6 da anaqa ertaga 6 da bitta ishim bor edi. Keyin safarga bolalarga tushuntirib 5 ol. Ertaga borgin, xo'pmi? Bormasang xafa bo'laman. Mayli. Ketdikmi? Men pul haqida gapirmagandim lekin. Voy, ketdik. Ketgancha Abbos ham hozir keladi. yo'q. Menga qaranglar. Shu ish tashvish hamida ham bor-da. Ha, shunaqa. Menda yo'qmi ish, tashvish? Ha? Ravshan, sen ishdaysan. Sen vaqtim yo'q deysan. Sen chet eldan umuman kelmaysan. Voy, iltimos, mehr oqibati yo'qolmasin. To'g'ri aytasan, Farruh. Yoshlikdan beri faqat sen bizdan sudrab yurasan, ha? Bo'lmasa ishda bo'lib ketar ekanmiz. Boringga shukr, o'rtoq. Haqiqatdan bolalar shuncha kuruyda yuraman. Lekin shu kuruvlarning ichida Farruh og'aynimizga o'xshagan hech qaysini bunaqa oqibati yo'q. To'ppa-to'g'ri. Oqibatingga ko'z tegmasin. Menga qaranglar bolalar. Bitta fikr bor. Hozir kelaman. Mani vaqtim bo'ldi, Farruh. To'g'ri, sen bilan bo'lgan safarim qaridi. Vaqt? Tushunmadim. Mehr oqibatda qanaqa vaqt, qanaqa safar? Unaqami? Men sensiz eplolmayman. Eplaysan. Sendagi mehr oqibat
Siylay rahim. Men kutganimdan yaxshi tarafga o'zgardi. Man tashlab ketma iltimos. Man sensiz hech kim bo'lmay qolaman. Axir sen bilan man yaxshi inson bo'ldim. Men boshqa insonlarga kerakman. Ularga o'rgatishim kerak siylay rahim nimaligini, mehr oqibat nimaligini. Odamlar hozir mol dunyoni unutib qo'yishgan. Bilasanmi? Men ham sen bilan xayrlashkim kelmayapti to'g'risi. Senga ancha o'rganib qopman. Lekin vaqt oliy hakam. Hamma narsani boshlanishi bo'lganday oxiri ham bor. Meni sog'insang, men senga o'rgatgan odatlarimni topasan. Sen yaxshi insonsan, Farruh. Sog' bo'l. Ha, hozir bitta joyga keldim. Bo'pti. Abbos, Og'ayni yaxshimisan? Nimaga kech qolding? To'g'risini aytsam kelmoqchi emasdim. Endi oqibatimiz yo'qolmasin dedim-da. To'g'ri qilibsan. Farruh, Oh, tezroq endi. hozir. Yur. Bo'ldi, hozir kiraman. Tezlash. Kelishdi-ku, kir endi. Xo'p.